Assalomu alaykum azizlar. Kamina Usta Abdulloh jamoamiz bilan tunuka fon xizmatlarini ko'rsatamiz. Bizlar biz navbatdagi ishimizni Samarqand shahrida, Samarqandning qoq markazida, aniqrog'i bulvarda Faridun akamizning xonadonida mana bu ishni mana shunday ko'rinishga keltirdik. Azizlar, biz ushbu ishimizni qanday tunikalardan foydalandik, narxlari haqida, ishlatilgan xomashyolar haqida sizlarga hozir batafsil ma'lumot beraman. Videorolikimiz kimga qiziq bo'lsa oxirigacha ko'ring. Qani boshladik. Azizlar, ushbu ishimizni, biz ushbu obyektimizni xonadon sohiblari 0 turlik tunikadan bo'lishligini talab qildi. Odatda Samarqand shahrida xonadon sohiblari tunika fon qildirganda qalinroq tunikadan bo'lishligini bizdan talab qiladi. Ushbu xonadon sohiblari ham 0 turlik tunikadan bo'lishligini talab qildi. Biz bu ishimizni 0 turlik Toshkent metallurgiya zavodining tunikasiga qildik. Har doim odatimizga ko'ra karkazlari yog'och rekalar emas, metaloprofilga qilingan. Buni sabablarini ko'p bor aytganmiz, har safar aytishlikni xohlamaymiz. Xo'p, endi bu uyimizni fasoniga keladigan bo'lsak, ushbu uyimizni fasonlarini hovuzchalik qildik va MDF naqshlardan foydalandik. Azizlar, bu narsa nimani beradi? Hamda duppachalarini o'rniga 8 qirrali tillo yulduzlardan foydalandik. Hamda kubiklarning oralarini esa tillo rangli lentalar bilan alohida bo'linishligi uchun oralariga qo'yib chiqdik. Xo'p, azizlar, xonadonga kirar ekansiz, bu insonga zamonaviylik hissini beradi, kayfiyatni ko'taradi. Devorlar ham o'shanga yarasha dizaynda bo'lgandan keyin esa insonda qandaydir bir ko'tarinki kayfiyat beradi. Azizlar, ushbu ishimiz bizni trenddagi hozir ketayotgan, juda ko'pchilikka ma'qul bo'layotgan fasonlarimizdan, ko'pchilik insonlar shunga havas ketgan. Xo'p, ushbu ishimiz qanday hisob-kitob qilinadi? Azizlar, sizni joyingiz, misol uchun 100 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha hisobda bu ishimiz 200 kvadrat atrofida, ya'ni biriga bir rasxod bo'ladi va biz o'sha rasxodga pul olamiz. Azizlar, mana bu regellari Rimskiy kolonnaga nisbatan hisob-kitob qilib olinadi. Mana bu Rimskiy kolonnalarimizni yuqori qismi chiqqan. Biz endi uni tepasini chiqqanligi uchun juda ham katta qilib o'ziga yarasha mos qilib oldik. Rimskiy kolonnalari, novlari, kaziroklari, xullas bizda hammasi ushbu ishimizni $13.7 dan qilib tugatdik. Buning ichiga nimalar kiradi? Buning ichiga ishlatilgan materiallar, yasalishi, uni o'rnatishi, dastavka xarajatlari, metaloprofillari, samarez va kleylari barchasi mana shu xarajatlarning ichiga kiradi. Uy egasi usta yigitlarimizga ovqatlarni qilib beradi, qolgani esa mana shu pulni ichiga kiradi. Oynalariga keladigan bo'lsak, azizlar, oynalarimiz ikki xil. Katta oynalar bor, kichkina oynalar bor. Katta oynalarimiz 35 sm ga 35 sm, kichkinaroqlari esa 24 sm ga 24 sm. Bu bizni joyda kelib chiqishidan kelib, o'sha rombiklarimizda katta yoki kichkina oyna belgilaymiz. Mana bu oynalar esa kvadratga kirmaydi. Azizlar, bu oynalar alohida hisoblanadi. Agar katta oynalardan bo'ladigan bo'lsa, katta oynalarimizni donasini 40 ming so'mdan qilamiz. Lekin bunga 40 ming so'm bilan ish bitmaydi. Bunga yuqoriga o'rnatish uchun, qotirish uchun, ishonchli bo'lishligi uchun unga qo'yiladigan, ishlatiladigan o'zining maxsus kleylari bor. O'sha narsalar bilan 10 ming so'm bo'lsa, o'rnatib berishimizga 10 ming so'm xizmat haqqi olamiz va oyog'ini taydaylisalar ham bizdan bo'ladi. Xullas, sizga bitishi 60 ming so'mdan tushadi, kichikroqlari esa 55 ming so'mdan bitadi. Bitta rombigimizga 8 ta oyna ishlatiladi, azizlar. Assalomu alaykum. Faridun aka, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Faridun aka, mana bizlarni usta yigitlar, jamoamizdagi yigitlar uyingizda tunuka fon qilib berdi. Xo'p, usta yigitlarimiz haqida qanday fikrdasiz? Tomoshabinlarga o'zingizning fikrlaringizni bildirsangiz. Ustalar yaxshi. Ishi toza, mana bizga ma'qul. Hammasi chiroyli. Ishimizdagi aynan nima narsalar sizga misol uchun ma'qul keldi? Siz internetdan bizni tanladingiz. Tanlaganingizdan keyin qandaydir sizda bir nima sabab bo'ldiki aynan bizni tanladingiz? Endi shu fasonlari fason bizga ma'qul bo'ldi aslında. Bizlarni qilgan ishimizdagi fasonlar sizga ma'qul keldi, ha? Xo'p.
Chaqqonligimiz ham ma'qul keldimi, xolajon? Ha, ish. Chaqqonligimiz ham ma'qul kelibdi uy egalariga. Xo'p. Ish sifati yaxshi. Aka, bu mana masalan uyda ko'rgan insonlar birontasi havas ketib qildiraman deydimi, yo'qmi? Bor. Klientlar, ha? Ha. Ochetga turibsizlar, ha? Ha, demak, uyda bizlarning qilgan ishlarimizni ko'rib, uyda egalarning qo'shnilari, ukalari havas ketib, navbatga turibdi ekan, xudo xolasa qildiramiz deb turibdi. Xudo xohlasa. Tavsiya qila olasizmi, yo'qmi qolganlarga? Tavsiya qilaman. Hammasi. Chiroyli qilib bezatib beradilar. Bizga ma'qul. Aka, bizlarning qilgan ishimizdan, usta yigitlarimiz ishidan ko'nglingiz to'ldimi? Bergan pulingizdan, non tuzingizdan rozimisiz? Rozimiz, hammasi. Bizlar ham aka rozimiz. Alloh yaxshi kunlarga nasib qilsin. Yaxshilikda ko'rishaylik. Salomat bo'ling. Azizlar, agar sizga bizning videolarimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, ishlarimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, hoziroq ushbu raqamlar orqali bizga bog'lanib, buyurtma berishingiz mumkin. Agar siz bizni musofirdan kuzatayotgan bo'lsangiz, Telegram va WhatsApplarimiz ishlab turibdi. Biror bir tanishingiz telefon qildirmoqchi bo'lgan bo'lsa, ushbu videoni ularga podelиться qilishni unutmang. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.